3 qadamda Alloh lafzini chiroyli yozishni o'rganamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va do'stlaringizga jo'nating. Birinchi qadam. Alloh lafzida alifni chap tarafga egiltirgan holatda yozamiz. Va keyingi katakdan lam harfini ham chap tarafga egiltirib yozamiz. Va ikkinchi qadam pastdan tepaga ko'k harakatda olib chiqilgan. Xuddi shunday ko'rinishda yozamiz. Uchinchisi, haniki birinchi lamdan ikkinchi lam farq bo'ladi. Birinchi lam kichikroq, ikkinchisi ikkita nuqtaga doir bo'ladi. Va keyingi qismi ha qismi. Mana bu yerga ulanadi. Uchinchi qadamda qismlarga bo'lib turib yozamiz. Birinchisi, alif tepadan pastga yoziladi va chap tarafga egiltiriladi. Lam harfi ham chap tarafga egiltirgan holatda va ko'k chiziqcha yozamiz tepaga qaratib. Va birinchi lamdan ikkinchi lam teparoqda bo'ladi va tepaga olib chiqamiz. Tekis chiziq chiqaramiz. Mana bu ulangan qismidan olib kelib, tekis chiziqcha tepaga olib chiqiladi. Va ha qismi xuddi shu ko'rinishda yoziladi. Va uchinchi qadam, qoidalar. Endi buni ikki katak misolida yozamiz. Katakni 3 ga bo'lamiz. 1, 2, 3. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi. Alif 2 katak miqdorda yoziladi. Va katakni o'rtadan bo'lgan holda lam harfi o'sha o'rtasidan burchakgacha olib tushiladi. Lekin satrgacha yetib bormaydi. Va o'sha qismidan chap tarafga biroz yurib tepaga tekis olib chiqiladi va birinchi lamdan teparoqda yoziladi. Ikkinchi qismi bu ha qismi ulanishi hisoblanadi. Lamga ha qismi ulanishi va ha qismi ulanib yoziladi. Xuddi shu ko'rinishda. Qoidalar: birinchi lamning egilishi 1 nuqta barobarida bo'ladi va birinchi lam teparoqda yoziladi. Pastdan chiziqcha tortilganda birinchi lam ikkinchi lamdan teparoqda yozilganini ko'rishimiz mumkin. Ha qismi tepadan pastdagi qismi bir xil joy masofa qoladi. Va o'rtasidagi masofa. Birinchi lamda bitta nuqta, ikkinchi lamda ikkita nuqta qoladi o'rtasidagi masofa. Ya'niki birinchi lam ikkinchi lamdan ko'ra kichikroq hisoblanadi. Tepa qismining qarash miqdori. Birinchi lam chap tarafga egilgan miqdorda qaraydi, ikkinchi lam unga nisbatan davom ettirsa kesishadi bu. Mana bu yerda kesishadi. O'shaning uchun tekisroq olib chiqiladi. Va oxirgi ha qismi tekis yoziladi, tepaga tekis qilinadi. Alloh lafzi katakni 3 ga bo'lganda mana bu ikkita qismiga yoziladi. Mana bu bir qism bo'sh qoladi. Va alif harfidan Alloh lafzigacha tekis burchak olib chiqsa, bu uchburchak shakl hosil qiladi. Mana shu 3 ta qadam bilan Alloh lafzini to'liq yozishga erishing.